Ko'pchilik kutib turgan universal agentlarimizda endi yangi partiyasi kirib keldi. U holda buni qisqacha ma'lumotni tashlab o'tib ketamiz. Undan oldin esa kimga shu video yoqsa va manfaatli bo'lib kelsa, hozirroq videoga bitta like emas, kommentariyaga omad yozib qoldiringlar. Xo'p, mani 7 yoshli motoblogim bor, lekin unga universal agentlardan borim degan kavsha. Endilikda agroservis do'konlarida yangi universal agentlarimiz yetib keldi. Xo'p, bu agentlarimiz bemalol 60-70 kg ligrofiksiz bo'ladi. 50, 60, 70, 80, 90 gacha bemalol ligrofga qilasiz. Bitta qo'lingizda xohlaysiz o'ng taraf, xohlaysiz chap tarafda xohlagan rangingizga tushira olasiz. Temirlarga bitta hajaslar qalin profillarda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bir gap bo'shunga juda ham qalin bemalol toshga ursangiz, otvorsiz, hattoki mashinangizni bosib o'tsangiz sinmaydigan temirlardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi buni hozir ikkita qilib olganmiz biz. Xohlaysiz siz 3 tadan qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ben aytib o'tganda 50, 60, 70, 80, 90 gacha bemalol ligrofga qila olasiz. Mana shu o'rtaga bitta yatdan qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol bitta o'zi 3 taga tortib ketib beradi. Aytib o'tganda kimga shu video yoqsa va manfaatli bo'ladigan bo'lsa, hozir bitta like emas, kommentariyada omad yozib qoldiringlar. Kimga shu turdagi motoblogik va orqasiga universal agent qilsa bo'lsa, ekran pastda nomerim qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, meni bunday narsa bilan qolishim uchun 7 yoshli motoblogim yo'q, lekin shunga bitta 7 yoshli motoblogim qo'yibsan. Shuni ham bitta qisqacha tanishtirib o'tib ket degan ekan shu. Bilan hozir bitta tanishtirib o'tib ketamiz. Bu motoblog Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bu sifatli bo'ladi. Ko'pchilik joylarda buni har xil sotyapti, prostoy bo'ladi va original bo'ladi. Originalni qayerdan bilaman degan ekan. Mana shu joyga o'yib yozib qo'ygan bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bemalol o'yib yozib qo'ygan. Prostoyda esa unday emas, oddiygina bo'ladi. Buni reksurlar juda ham kattagon qilib ishlangan bo'ladi. Motorlarda moydachilar bor. Moydachi yog'ida bemalol nazorat qilib berib tura oladi. Xo'p, undan tashqari freza har biri bo'linadigan bo'ladi akalar. Xohlaysiz 3 ta, xohlaysiz 2 ta, xohlaysiz bitta ham ishlata olasiz. Aytib o'tganim, kimga shu turda motoblogga orqasiga universal agentlari kerak bo'lsa, ekran pastda nomerim qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Menga bunaqa va boshqacha arzoncharoq motobloglardan borim degan ekan shu. Narxi 3 million, 800, 4,5 milliongacha chiqib keta oladi akalar. Bemalol. Xohlaganlar yana shuni kichkina agentlarimizdan ham bor, hozir ko'rsatamiz. Karta sistemasi bo'ladi akalar. Bu bemalol mana shunday kichkina agentlardan ham bor ekan. Bu kichkina mini kultivatsiyalarlarimizga mana shunday katta agentlardan ham yetib keldi. Bemalol rasmen yondan ochilib o'zgara oladi akalar. Bu endi faqat bu agroservis do'konida bo'lib keladi. Universal pluglarimizda ham yetib keladi akalar. Aytib o'tganda, sizga ham bir marta aytib qo'yaman. Bundan keyin qiziq video o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xayr, jonlar sog' bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha.